Assalomu alaykum. Bugun Bexter oyoq yoki diabetik oyoq haqida gaplashamiz. Bu nima? Diabetik oyoq, diabet, ya'ni sahari bor bemorlarda oyoqlarda og'ir infeksiya va to'qimalarning shikastlanishi yoki shu yara hosil bo'lib qolishligi jarayoniga aytiladi. Bunga sabab esa kasallik ko'pincha nevropatiya, ya'ni nervlarning ishlamasligi va qon aylanishining buzilishi bilan bevosita bog'liq hisoblanadi. Belgilari oyoqda yaralar, shish, qizarish, og'riq va chirish hidi borligi bilan ajralib turadi. Qondagi yuqori qand miqdori, ya'ni shakar miqdori esa infeksiyaning yana ham tezroq tarqalishiga imkoniyat beradi, chunki shirinlik, ya'ni shakar ko'pchilik bakteriyalar uchun ozuqa muhiti hisoblanadi. Agar nekroz yoki gangrena rivojlanadigan bo'lsa, albatta bu jarayonga jarrohlik aralashuvi zarur bo'ladi. Ya'ni bunda nekrotomiya, ya'ni o'lgan to'qimalarni, ya'ni chirib qolgan to'qimalarni kesib olib tashlash va yara yuzasini tozalash va sog'lom to'qimalarni saqlab qolish muhim hisoblanadi. Tezkor aralashuv infeksiyaning yanada tarqalib ketishi va sepsis bo'lish jarayonlarini oldini oladi. Antibiotiklar bilan birgalikda davolash esa ko'pincha samarali bo'ladi. Profilaktikasi esa qonda qand miqdorini nazorat qilish, oyoqning gigiyenasi va muntazam tekshiruvlardan o'tib turish tavsiya etiladi. Ismim Shukurjon, xirurgman. Har kuni biror kasallik haqida ozgina gaplashamiz. Rahmat.